Bizga ish chiqaring, bu ishingiz O'zbekistondan olib ketsin. Yo'l kiralarimiz yo'q, yo'l kiralarimizgacha to'lab, borganimizdan keyin dokumentlargacha qilib bersin, biz borib ishlaymiz degan akalarimiz uchun mana ajoyib ish bor. Bu safar ham Rossiyada yurganlarga, ham O'zbekistonda o'tirib ish qidirib, shu qayerga borsam ekan deb o'tirgan akalarimiz uchun bo'ladi. Bu ishimiz sizlar kutganlaridek, O'zbekistondan yo'l kira qilib olib ketadi, borganingizda dokument qilib beradi yoki Moskovskiy oblastida yurgan akalarimizni promoy ofitsialniy ishga qabul qiladi. Bu ishimiz nima ish? To'liq ish haqida bilmoqchi bo'lsanglar, albatta videoga eng birinchi maksimal darajada like bosib qo'yinglar, chunki bu video orqali juda ko'pchilikni biz inshaalloh ishli qilamiz. Hozirda bizga 50 ta srochni odam kerak. Demak, bugungi yangiligimizni boshladik. Va hamda Moskovskiy oblastida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, kimga 3 oy bazada turadigan registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ishonchli va 3 oy bazada turadigan 100% kafolatli Avaz akamizni men sizlarga tavsiya etaman. Turda dogovor kerakmi? Uvidimleniya xizmatlari kerakmi? Nima xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, iltimos biz tavsiya qilgan insonlarga murojaat qilsangiz, musofirda qiynalib topgan pulingizni mashinniklardan saqlab qolgan bo'lasizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurda musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, bu ishimiz Moskovskiy oblast, город Sofinoda Yandex Market skalati. Demak, bu skalatga komplet o'xshaylik kerak. Bu safar hozircha O'zbekistondan olib kelamiz, faqat erkaklarni. Ayollar xafa bo'lmay turasizlar. Inshaalloh ertaga sizlarga bundan-da yaxshi ishlar chiqadi. Shuning uchun xafa bo'lmaymiz, albatta podдержкада bo'lamiz. Demak, bu ishimizga 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklarni Moskovskiy oblast patenti bor akalarimizni yoki O'zbekistonda ish qidirib yurgan akalarimizni ishga taklif etamiz. Bilganingizdek, agar kimda kim hozir Rossiya hududida bo'ladigan bo'lsa, Moskovskiy oblast patentingiz bo'ladigan bo'lsa, mana Rossiya nomerlar turibdi. Bemalol telefon qilib, hoziroq bugun o'zida borib joylashishingiz mumkin. Ishimiz Moskovskiy oblast, город Sofinoda. Bu yerga oblast patent bo'lishi shart. Agar dokumentingiz bo'lmasa, O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan yangi kelgan bo'lsangiz ham telefon qilavering. Albatta sizga patentgacha yordam berishadi. Ana undan keyin patentni oylikdan ushlab qolishaveradi. Bu ishimizga endi O'zbekistondan kelaman deydiganlarga mana O'zbekiston nomerimiz ham turibdi. O'zbekistondan keladiganlarga sizlarga bitta sharti rus tilida хотя бы tushuncha bo'lishi kerak. Agar 0 bo'lsangiz iltimos telefon qilib o'tirmang. Хотя бы o'sha tezda yordamida tovar yig'iladi. Mana shu video jarayonida ko'rib turibsizlar, xuddi shu skalatda tezdani ruscha yozilgan bo'ladi. Ana shu ruschani o'qishni bilsangizgina keling. Agar bilmasangiz 0 bo'lsangiz iltimos kelib yurmang. Qiynalasiz. Ertaga nimaga oylik ololmayapman, nimaga mana oyligim chiqmayapti, nimaga kam chiqyapti degan savollar tug'iladi. Mana shunaqa vaziyatga tushib qolmaslik uchun iltimos rus tilini хотя бы minimal darajada bilgan odamlar O'zbekistondan olib kelamiz. 18 yoshdan 45 yoshgacha. Xo'p, siz faqat O'zbekistondan yo'l kirangiz bo'lmasa, yo'l kira beriladi, avtobusda olib kelinadi. Avtobus yo'l kirada qilib keladi kompaniya, ana undan keyin dokument taxlab beradi. Dokument bilan avtobus yo'l kira pulini oylikdan 1-2 oyda o'zi bo'lib ushlab qoladi. Ya'niki siz oylikdan ushlab qoladi, siz yoningizdan to'lamaysiz. Ish jarayonida o'zi bilinmay ketadi. Chunki hozir juda ko'pchilik yozyapti-da, O'zbekistonda o'tirib qayerga borishni bilmayapti. Bu ishimiz komplet o'shlik vakansiyasi edi, ya'ni tovar yig'iladi, ish chista obyomga. Oyliklari 1 oyda 1 marta, ya'ni har 15-chisoda 1 oyda 1 marta oylik. Har hafta avans beriladi. Xo'p, kompaniya tomonidan besplatni beriladi. Yotoq joy bepul, borib kelish bepul, obed bepul. Registratsiya qilib beradi, lekin registratsiya pullik. Mana shu kompaniya usloviyasi. Forma beradi, forma bir donagina jilet. U ham bepul. Mana shunaqa ish. Chista obyomga, ya'ni 100% bajarganga 3600. Ya'ni 3800 kuniga minimum topsa bo'ladi deganda. Endi 120% uradigan bor, 200% uradigan bor. Bu odamni tezligiga bog'liq. Mana shunaqa ish o'rgatiladi. Opit bo'lish shart emas. Glavnisi rus tilidan xabaringiz bormi yoki O'zbekistondamisiz yoki Rossiyada Moskovskiy oblast patentingiz bormi? Bemalol kelishingiz mumkin. Hammani ishga qabul qilaveradi. 50 ta odam srochni kerak. Aytib o'tgandek, obyomga smenasi minimum 90 ming rubldan 150 ming, 160 ming rublgacha bemalol oylik ishlab topsangiz bo'ladi. Har hafta avans bor, puliga aldamaydi. Eng muhimi, puli ishonchli kompaniya. Kim mana shu ishimizga qiziqadigan bo'lsa, shu ishga kelmoqchi bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistondagilarga O'zbekiston nomer,
Rossiyadagilarga Rossiya nomerlarimiz bemalol hozirdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Aytib o'tganimdek, rus tilini oz bo'lsa-da tushunib, o'qiy oladiganlar telefon qilinglar. Yoki Moskvada bo'ladigan bo'lsanglar, yo Moskovskiy oblast patentingiz обязательно bo'lishi kerak, yoki Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistondan yaqinda borgan bo'lishingiz kerak. O'shanda bemalol sizdan olishadi, ishga joylashadi, patent qilib berishadi. Patent qilgungacha qo'llaridan kelgancha ishga chiqarishadi. Shuning siz beish yotmaysiz, tezroq qarzdan qutulasiz. Bu vaziyatda ham albatta yordam berishadi. Qolgan ma'lumotlarni albatta ekrandagi nomerlardan to'liq olishinglar mumkin. Mana shunaqa ajoyib yangiliklar edi bugungi. Agar men nimadir xato aytib yuborgan bo'lsam yoki nimadir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlardan batafsil to'liq ma'lumotni olishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Zuhriddin Musofir kanalidan uzoqlashmanglar. Eng yangi ishlar Rossiya territoriyasi bo'yicha Zuhriddin Musofir kanalida birinchi bo'lib chiqadi. Shuning uchun obuna bo'lmaganlar tezda obuna bo'lib, kanalimizni kuzatib borasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Tuninglar osida bo'lsin, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.